إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'alaga ko'p hamdlar, maqtovlar, sanolar aytamiz. Chunki Allah maqtovga ham, sanoga ham, har bir narsaga qodir bo'lgan, so'raganimizni bergan zot yolg'iz ilohimiz Allohning o'zidir. Bugungi xutbamiz va bugundan keyingi xutbalarimiz ham namozga ilk bor kelayotgan, Allohdan umid etib, qo'rqib, musulmonligini bilib, Allohning uyiga qadam qo'yganlar uchun xos bo'lsa, har bir namozxon uchun om bo'lgan xutbadir. Shuning uchun ham xutbamizni boshlashdan avval tashqarida xizmat qilayotgan akalarimizga iymanib, tortinib turgan har bir kelayotganlarni joylashligini, tepalardagi o'rinlarni ko'rsatishligini biz ulardan so'rangan bo'lardik. Chunki Allohning uyiga ular bugun mehmon bo'lib kelgan ekan, ularga joylarni ochib beraylik, o'tkazaylik, yonimizga, safimizga kiritaylik. Hatto ular masjidga boruvdik, joy topa olmay qoldik, o'tiradigan joy yo'q ekan deb qaytib kelmay qo'ymasin. Birodarim, azizim, suyukligim, dunyodagi safdoshim va inshaalloh siz shu kelgan namozga kelgan qadamingiz bilan inshaalloh jannatdagi qo'shnim, siz Allohning uyiga, Allohning toatiga xush kelibsiz deymiz. Sizni biz qancha yillar davomida kutdik. Qancha yillar davomida kutdik. Chunki mana shu jami masjidi solinayotgan vaqtida ham jamini ilk bor solgan shu qishloqning bosh imomi, Alloh rahmatiga olsin, domla dodamiz odamlarni mana shunday katta jami solib qo'yib, yillar keladiki, bu jamiga sig'maydigan odamlar bo'ladi. Sizlar bu dahada muncha odam, bu dahada muncha odam keladi deb umid bilan mana shunday buyuk bir jamini solib qo'yib, yillar davomida sizni kutdi. Undan keyingi imomlar ham, xatiblar ham namozning fazilati, farzligi haqida sizlarga ko'p xutbalar, ma'ruzalar qilib sizlarni kutdi. Soch soqollari oqargan, gunohlardan tiyilgan dodalarimiz qo'llarini ochib turib, Alloh taologa nido qilib, yolvorib, duo qilib, sizning qalbingizni Alloh ochishlik uchun mana shu o'rinda o'tirib turib duo qildi. Va natija Allohga hamdlar bo'lsinki, mana 2-3 jumadan buyon jamimiz sig'maydigan darajadagi, ko'chalar sig'maydigan darajadagi odamlarning qalblari ochilib, to'da bo'lib, bular namozga iqbol qilishdi. Bularni natijasining hammasi o'sha ilk bor bu yerga g'ish qo'yilayotgan vaqtda yoki keyingi harakatlar va duolarning natijasidir. Ko'rdingizmi birodar? Sizni biz kutib shunchalik darajada tayyorgarlikni ular ko'rmay, tayyorgarlik qilishib, lekin sizni kelishingizni ko'rmay, umid qilib qanchalari o'tib ketdi. Endi esa natija nima bo'ldi? Natija ulardan keyin savobini siz yuborib turadigan bo'lib, siz bu yerga qadam qo'yib keldingiz. Allohning uyiga qadam qo'ygan qadamingiz qutlug' bo'lsin.
Agar bugun siz Allohning uyiga ilk bor qadam qo'ygan bo'lsangiz, bilingki ertaga Alloh maqtagan hovli jannatga ham qadam qo'yishligingiz muqarrar ekanligini aniq biling. Agar sizga bu yerda masjidning avvalgi-yu bosh imomi sizga shunday bir chiroyli jomini solib sizni kutgan bo'lsa, bilingki sizning mana shu namozingiz sababli sizni oxiratda jannat kutmoqda. Sizni u yoqda hovli kutmoqda, sizni u yoqda qasr kutmoqda. Qasrda esa ahllar, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, insonning qalbiga tushmagan ne'matlar, hurlar sizni kutmoqda. Nima sababli? Sizning Allohning uyiga qo'ygan birinchi qadamingiz sababli ekanligini yaxshi biling. Siz bugun Allohning uyiga, masjidga, namoz o'qishlikka, boshingizni sajdaga tegdirishlikka, Allohning quli ekanligini ifoda qilishligingizga, Allohdan so'rashlikka keldingiz. Agar biron bir joyga borib, biron bir dunyoviy narsa uchun boradigan bo'lsangiz, unga yetadigan bo'lsangiz, bilingki Allohning uyiga kelgan bo'lsangiz, siz bugun hammasiga ham yetasiz. Siz bugun Allohning uyiga keldingiz, shu bilan quvoning. Siz bugun musulmonligingizni isbotladingiz, shunga quvoning. Siz bugun Allohning roziligi uchun talpindingiz, shunga quvoning. Siz bugun qalbingizdagi iymon, islom bor ekanligini amalingiz bilan isbotladingiz, shunga quvoning. Siz bugun duo qildingiz, duoingiz ijobat bo'ldi, shunga quvoning. Siz bugun jumani ado qildingiz, bunga quvoning. Siz bugun ota-onangizni rozi qildingiz, shunga quvoning. Siz bugun farzandingizga, ayolingizga ibrat bo'ldingiz, shunga quvoning. Eng quvonadiganingiz nima bilasizmi? Eng quvonadiganingiz qancha bandalarni Alloh yoqtirmay, shular ichida sizni tanlab olib keldi. Bu Alloh taoloning sizga bo'lgan muhabbati, yaxshi ko'rishiga bo'lgan dalolatidir. Mana bunga quvoning. Sizdan ko'ra aqlliroq, sizdan ko'ra chiroyliroq, sizdan ko'ra obro'liroq, sizdan ko'ra baquvvatliroq bo'lgan qancha odamlar bor, do'stlaringiz bor, ularga u narsa nasib qilmadi-da. Siz bugun Allohning uyiga kelib turibsiz. Mana bunga quvoning. Quvoning, Alloh sizni mana shu yo'lga hidoyat qilganiga. Quvoning, sizni shunday uy kutganligiga. Quvoning, dodalarning duolari ijobat bo'lganiga. Quvoning, xalq yana birlashganligiga. Quvoning, siz islom va iymon targ'ibidan biron bir targ'ibot tinglayotganligingizga. Bularning barchasiga quvoning. Chunki agar Allohning huzurida dunyo pashshaning qanotichalik hurmatga ega bo'lganda, uni faqatgina mo'minga bergan bo'lardi. Allohning huzurida dunyo Allohning huzurida pashshaning qanotichalik hurmatga ega bo'lmaganligi uchun ham uni musulmonga ham mo'minga ham berdi. Ammo iymonni, ammo namozni, jumani, sizning qadam bosib kelishingizni faqat o'zi yaxshi ko'rgan odamgagina berdi. Eslang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining amakisi va o'zini himoya qiluvchi, kecha-yu kunduz unga yordam bergan Abu Talibni islomga chaqirgan vaqtda, u islomni qabul qilmagan vaqtda, yig'lab oldidan chiqqan vaqtda Alloh taolo qaysi oyatni tushirdi? Alloh taolo innaka la tahdi man ahbabta, walakinallohu yahdi man yasha. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan odamni hidoyatlay olmaysiz, lekin Alloh o'zi xohlagan odamini hidoyatlaydi dedi. Demak, bugun siz Allohning xohishi bilan kelib turibsiz. Millionlagan, minglagan odamlar ichida Alloh taolo sizni xohlagani uchun juma namoziga kelib turibsiz. Allohning uyidan tortinmang. Keling, so'rang, yolvoring, xatolaringiz uchun tavba qiling. Dunyoviy xohlagan narsangizni so'rang, Alloh beradi. Xohlagan har bir xatoyingiz uchun istig'for so'rang, Alloh taolo kechiradi. Hidoyat so'rang, Alloh taolo o'ziga yaqin qiladi. Bilasizmi bizning qanday Robbimiz bor? Siz kimning uyiga kelganingizni bilasizmi? Alloh taolo aytadi: "Agar bandam menga
bir qarich keladigan bo'lsa, men unga bir ziro kelaman. Agar bandam menga bir qarich yaqinlashadigan bo'lsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Agar bandam menga yurib kelib yaqinlashadigan bo'lsa, men unga yugurib borib yaqinlashaman. Bugun sizni Alloh yaxshi ko'rdi. Chunki Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi dedi. Siz bugun qanchalik buyuk bir ne'mat egasi ekanligingizni biling. Bugun Yahudlar bu kundan adashilgan, Nasoralar bu kundan adashtirilgan. Ammo islom ummati mana bu kunga muvaffaq bo'lgan buyuk bir kun egasidasiz. Bu kunga ertaroq kelgan, g'usl qilgan, chiroyli liboslarni kiygan, imom xutba qilib turgan vaqtda sukut saqlagan odamning o'tgan juma bilan bu juma o'rtasidagi gunohlarining barchasi kafforat bo'ladigan buyuk kunda, buyuk maqomda, buyuk soatda turganligingizni siz mutlaq esingizdan chiqarmang. Shuning uchun ham ey Allohning bandalari, Allohning uyida turgan ekanmiz, buyuk soatda turgan ekanmiz. Ko'p istig'for va tavbalar aytaylik. Ajabmaski Alloh istig'for va tavbalarimiz sababli gunohlarimizni kechirsa, saflarimizni yana ko'paytirsa, tilak niyatlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsa. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Thumma amma ba'd. Ey jumaga ilk bor kelgan birodarimiz. Ey biz kutgan aziz ve hurmatli, karamli bo'lgan bizni eng hurmatli mehmonimiz. Bilasizmi, namoz islomning ustunidir. Namozsiz bo'lgan islom u islom emasdir. Bizni ko'zimiz qaro, qoshimiz qaro, nomimiz musulmon degan bilan to'liq musulmon bo'la olmaymiz. Hatto namozni to'liq o'qimagunimizcha. Hatto ota-onamiz bizni sunnat amaliga yotqizgan bo'lsa ham namoz o'qimagunimizcha to'liq musulmon bo'lmasligimizni bilasizmi? Siz bugun sajdaga boryapsiz, ruku qilyapsiz. Alloh taolo sizning sajda, rukularingizni zoyi qo'ymasligini bilasizmi? Tarozuda sizning bosib kelgan qadamlaringiz, qilgan amallaringiz qanchalik buyuk ekanligini bilasizmi? Najotingiz, namozingiz ekanligini bilasizmi? Sizning o'qiyotgan bugungi namozingiz sizning dunyo va oxiratdagi najotingiz ekanligini bilasizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom qiyomat kunida banda eng birinchi hisob kitob qilinadigan amali namozdir. Namozidan o'tib ketsa boshqa amallardan o'tib ketadi, namozidan o'tolmasa boshqa amallardan o'tolmaydi degandir. Siz bugun taroziga qo'yiladigan eng birinchi amalni boshladingiz. Siz bugun yuzingizga nur taraladigan eng buyuk amalga qadam qo'ydingiz. Siz bugun Payg'ambarimiz alayhisalom oxiratda kutib oladigan buyuk bir amal, u kishining havzi kavsardan ichadigan sharafli bir ibodatga bosh qo'yganingizni bilasizmi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi. Bizni davrimizni ko'rganinglarda edi. U qaysi davr edi? Sahobalarning davri edi. Namozga faqatgina munofiqligi ochiq munofiq bo'lgan yoinki ochiq aniq uzr bo'lgan odamgina namozga kelmasdi. Hatto ikki oyog'i shol bo'lgan odam ham ikki odamning yelkasini va oyoqlari sudralgan holatda olib kelib safga turg'azib qo'yilgan bo'lardi dedi. Tarozini eng og'ir qiladigan, ishingiz yurishmayaptimi? Ishingiz yurishiga sabab bo'ladigan, oila notinchmi? Oilaga tinchlik keltiradigan, bolangizni salohiyatli bola qiladigan, qarzlaringiz o'tashlikka sabab bo'ladigan, o'tganlarning ruhini shod qiladigan, tiriklarga esa insof va tavfiqiga sabab bo'ladigan buyuk ibodat namoz uchun kelganligingizni yaxshi biling.
Va shuni ham yaxshi bilaylikki, birodarim, do'stim, inshaalloh mana har birimiz ham buyuk kunda, buyuk maqomda ham saf bo'lib, namozda bu yerda bir-birimiz bilan qo'shni bo'lib turibmizmi? Qo'shnigarchilikni yoz kelganda tashlab ketmang. Qo'shnigarchilikni ertaga dehqonchilik boshlaganda tashlab ketmang. Chunki bu qo'shnigarchiligimiz ulanib boradi, hatto jannatga qadam qo'ygunimizga qadardir. Chunki mo'min kishi uning Robbisi yozda ham Alloh, qishda ham Alloh, qo'li bo'shab qolgan vaqtda ham Robbisi iloh Alloh ekanligini, qo'li bo'shamay turganda ham, ketmon chopib turganda ham, namoz vaqti kelsa ketmonini qo'yib, dalaning o'zida safarga ketayotgan haydovchimiz mashinaning o'zida yoyinki ishxonadagilar ishxonaning o'zida namozni o'qib olishligi, imkon bo'lsa jamoatga kelishligi, mana bu to jannatgacha bo'lgan amal hisoblanadi. Siz bugun Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'ldingiz. Allohning muhabbati bilan siz jannatga kiradigan buyuk bir amalga qadam qo'ydingiz. Alloh gunoh sababli, beparvolik sababli Allohning muhabbatidan uzoqlashib ketmang. Allohning uyidan uzoqlashib ketmang. Ibodatdan, toat ibodat, namozni boshqa vaqtlarda qo'yib ketmang. Alloh rozi bo'lsin. Ba'zi bir akalarimiz sababli bugun 3000 ta namozni 2 rakat namozni o'rgatadigan varaqani sizlarning qo'lingizga tarqatdik. Agar kim namozni o'qiy biladigan odamlarning qo'liga bu varaq tegib qolgan bo'lsa, boshqalar namoz o'qishni bilmaydiganlarning qo'llariga o'tkazsin. Siz namoz o'qishni bilmaydigan bo'lsangiz, qo'lingizga kitob oling. Yoki o'sha namoz varaqani olib turib, kitobga qarab turib bo'lsa ham namozni o'rganing. Boshqadan eshitib turib bo'lsa ham namozni o'rganing. Namozni bilmaydigan bo'lsangiz ham masjidga boravering. Odamlarning ruku sajdasiga qarang. Ular qanday harakat qilayotgan bo'lsa ham shunday harakat qilib namozingizni o'qing. Qo'yingki, qanday holatda bo'lsa ham namozni o'qing va qanday holatda bo'lsa ham namozni tashlab yubormang. Alloh taoloning go'zal ismlari, oliy sifatlari bilan Allohdan so'raymiz. Ey Alloh, ey Robbim, Xoliqim, hidoyat qiluvchi, yolg'iz bo'lgan yagona Robbimiz, mana bu barcha yuzlari nurli bo'lgan, o'zingning roziligingni istab kelgan bu bandalaringni, ilohim qalblarini bugun juma namoziga ochgan ekansan. To ular jannatga avvalgi qadamini qo'ymagunicha ularni ibodatdan mahrum qilib qo'yma. O'zingning roziligingda sobit qadam qil. Ularni nafaqat juma namozida, balki 5 vaqt namozda pesh qadam qil. Ular nima niyatlar bilan kelgan bo'lsa, niyatlarini qabul, murodlarini hosil qil. Namoz sababli ular dunyodagi muammolarini yetsin. Namoz sababli ular qalblarida xotirjamligini topsin. Namoz sababli ular dardlariga shifo olsin. Namoz sababli yurmay turgan ishlari yurishib ketsin. Namoz sababli befarzandlari farzand topsin. Namoz sababli ular bemorlariga shifo, farzandlariga salohiyat so'rasin. Namoz sababli roziligingni topsin. Namoz sababli jannatingga kirsin. Namoz sababli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy ummati bo'lishligini ilohim topsin. Ilohim bizlardan rozi bo'l va o'zing rozi qil. Ilohim bu masjidimizga ilk bor qadam bosib kelganlarning qadamlarini sobit qadam qil. Shu masjidda shu kungacha xizmat qilib o'tgan barcha imom, xatiblar va xizmat qilgan barcha dodalarimizdan o'zing rozi bo'l. Shunchalik darajadagi jamoatlarni ular ko'rganlarida ko'zlari quvonishardi. Savoblarga o'zing sherik qil va xalqimizni mana inshaalloh kelgusi yillarda qishlog'imizning 4 tomonida juma o'qilsa ham mana shunday birdan bir jon bo'lib turib, juma va boshqa namozlarda birga bo'lishlikni o'zing nasib etgaysan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zolimin. Ibadalloh, fazkurulloha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.